Ishtahasizlikka olib keladigan sabablar nimalardan iborat? Hozirda ishtaham kam, dam bo'laman deydi. Ishtahasizlikka olib keladigan sabablar bular. Eng avvalo birinchi o't qopi. Chunki safro yaxshi tommaydi, 12 barmoq ichak va oshqozon pilori qismini yaxshi yog'lab, ya'ni darvozasini ochmaydi. Ya'ni safro tomsa, ishtaha ochiladi. Ikkinchi sabab taloq kasalligida. Taloqda ham, ya'ni undan chiqadigan savdo moddasi yaxshi chiqmagani uchun ham oshqozon va qizilo'ngach oralig'idagi pilorik qismi, ya'ni darvozasini yaxshi ochmasligidan ovqat o'tishi qiyin bo'ladi va bunda ishtahasizlik kelib chiqadi. Uchinchi sabablar esa oshqozon osti bezi va ichaklarda peristaltikasi, ya'ni ichaklar harakatining sustligi va ichak shilliq qavatining kamayib ketishi orqali ham ishtahasizlik kelib chiqadi. Keyingi sabab bu asosan kechqurun kuchli yeb uxlab yotgandan so'ng ertalab turganda ham ishtahasizlikka olib keladigan eng katta xatolardan biri hisoblanadi. Ya'ni to'yib ovqat yeysiz, ertalabki oshqozonda o'sha ovqat turadi, u narsa hidlanadi, ayniydi va ertalabga kuchli o'tkir zarda va o't qopini buzilishi, ichaklar faoliyati, ayniqsa oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishiga olib keladi. Mana shu sabablar ishtahasizlikka eng asosiy sabablardan biri va oxirgisi tomoq yo'lida balg'am hosil bo'lib qolsa, qisman ozgina shamollash hosil bo'lsa ham ishtahasizlikka olib keladigan belgilardan biri hisoblanadi. Bu belgilarni, bu holatlarni ishtahasizman, buni sababi nimadan ekan degan o'y fikrda, savolda yuradigan insonlarga jo'natib qo'ying.